Psixologiyada bu adyol sindromi deb ataladi. Kimdir yillar davomida o'zi yomon ko'rgan ishda ishlaydi, hayotidan norozi bo'ladi, lekin hech narsani o'zgartirmaydi. Kimdir oilasi, uy yumushlari, tashvishlari bilan umri o'tib ketadi-yu, nimadir qilay, nimani xohlayman deb o'ziga savol berib ko'rmaydi. Bu bir qaraganda komfort zonada yashash bo'lib ko'rinadi, lekin aslida psixologiyada buning nomi adyol sindromi. Xuddi yosh bola nimadandir qo'rqqanida adyolga o'rab olib, o'zini xavfsiz his qilganidek, siz mana shu o'zingizga qulay hayotda yashaysiz, siz buni to'g'ri deb bilasiz, lekin yillar o'tib ketadi-yu, o'zi aslida nima xohlashingizni tushunib yetmaysiz. Nimanidir o'zgartirishda sizga kuch, iroda yetishmaydi. Bu vaqtinchalik komfort zonasi bo'lishi mumkin, lekin haqiqiy hayot siz o'zingiz yaxshi ko'rgan narsalarni qilib ko'rishni boshlaganingizda boshlanadi.